Ta'kidlash kerakki, bugungi majlisimizga vazir Ahmedovning tayyorlab kelgan jonsiz hisoboti men o'zim ko'rdim. Hech qanday tanqidga chidamaydi. Bu hisobotda na tahlil, na aniq taklif bor. Aftidan aynan shuning uchun ham Ahmedov sizning madaniyatning rivojlantirish sohasidagi ishlaringiz asosan yubiley tadbirlarini o'tkazish bilan cheklanib qolyapti. Siz ham o'rinbosarlaringiz ham vaziyatni tubdan yaxshilashga harakat qilmayapsiz. Navro'zda biz xalq sayli qilamiz. Ana shuni hamma bilsin. Xalq sayli. Biz hozirdan tayyorgarlik qilyapmiz. Har bir rayonda sayl bo'ladi. Bu yil odamlar bilan muloqot yili deb e'lon qildik. Navro'z sayli. Shuning uchun mana hamma rayon hokimlari eshitsin, dalalarda, bog'larda sayl bo'ladi. Toshkentda ham mana shu 11 ta rayonimizda mana yangi bog'lar quryapmiz, biz topshiriq berdik. Saylda qatnashamiz hammamiz. Tamam, odamlar emin, erkin, xolagan bog'iga borsin, yursin, mazza qilsin. Hurmatli majlis ishtirokchilari, hayotning o'zi va o'tgan yillar tajribasi hududlarda kompleks rivojlantirish va infratuzilma faoliyatini tubdan o'zgartirishni ta'minlashdagi jiddiy kamchiliklarni bartaraf etishi talab qilmoqda. Shu sababli Vazirlar Mahkamasi tuzilmasida bosh vazirning birinchi o'rinbosari rahbarlik qilayotgan yangi kompleks va departament tashkil etildi. Ularning bosh vazifasi quyidagi ikkita yo'nalish bo'yicha barqaror ishlaydigan tizimni tashkil etishdir. Birinchi, tumanlar, shaharlar, viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi kechiktirib bo'lmaydigan va istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan hokimlik va tarmoqlarning boshqarish organlarining kuch va harakatining aniq muvofiqlashtirish. Biz shu vaqtgacha shuni qila olmadik. Maqsad iqtisodiyot va ijtimoiy sohadagi eng muhim odamlarning hayot darajasining jiddiy tafovutning bartaraf etishdan iboratdir. Ikkinchi, yo'l transport, muhandislik, kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va modernizatsiya qilish bo'yicha dasturlarning prognoz parametrlarini ishlab chiqish va amalga oshirishning nazorat qilish hamda ularga erishish. Yakuniy maqsad iqtisodiyot tarmoqlari uchun ishonchli infratuzilmani shakllantirish, shahar va qishloq aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish. Ochilboy Jumaniyaz Rahmatovning e'tiborini shaxsan undan va ikkita departamentdan talab etilayotgan quyidagi vazifalarga qarataman. Birinchi, kompleks tarkibiga kiradigan barcha idoralarning samarali faoliyat yuritishini ta'minlash. Palapartish takliflarini berish va shoshma-shoshorlik bilan qarorlar qabul qilish kerak emas. Yaqinda shu sabablarga ko'ra Orolbo'yi muammolarini hal etish bo'yicha kompleks dasturni qaytarishga majbur bo'ldim. Bu kabi xatolarni qaytarishingiz kerak emas. Ikkinchi, 14 ta hududda saylovchilar bilan uchrashuvda yirik muammoli masalalarni hal etishga doir qarorlar loyihalarini ishlab chiqishni yaqin vaqt ichida yakunlash va taqdim etish zarur. Uchinchi, 2017-21 yillarga mo'ljallangan 12 ta ijtimoiy va infratuzilma dasturlarini amalda bajarish, shundan 8 ta dastur tasdiqlangan. Yaqin vaqt ichida transport va savdo xizmatini yaxshilash, avtomobil yo'llarini va ichimlik suv ta'minoti tizimini rekonstruksiya qilish bo'yicha hujjatlar to'plamini qayta ishlab chiqib taqdim etish kerak. Kun tartibidagi uy-joy va kommunal xizmat vazirligi tashkil etish masalasi ham turibdi. Ana shu loyihalarni tasdiqlash jarayoni siz tomoningizdan asossiz ravishda cho'zib yuborilmoqda. To'rtinchi, respublika hududida salmoqli investitsiyalarning kiritishga doir muammolarga alohida e'tibor qaratish zarur. Shu sababli tajriba loyihasi tariqasida Milliy bank misolida quyidagi tizimning joriy etish bo'yicha taklif kiritaman. Milliy bank investitsiya faoliyatiga o'z mablag'lari bilan birga tashqaridan moliyalashtirish manbalarini jalb etish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish kerak. Bank rahbari Rahimov bugun o'z takliflarini berishi kerak. Bundan tashqari kechiktirib bo'lmaydigan bir qator o'ta muhim vazifalar bor. Ular orasida Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tizimining tubdan qayta tashkil etish, shaharsozlikning eskirgan metodologiya va normativlari, kapital qurilishdagi nomutanosiblik va muammolarning bartaraf etish, shuningdek loyiha institutlarining samarasiz faoliyatini qayta ko'rib chiqish masalalari bor. Ayrim faktlar keltirmoqchiman. Shaharsozlik takomillashtirish bo'yicha bir qator hujjatlar qabul qilingan bo'lsa-da, ularning ko'pchiligi nazoratsiz qolgan. 2012-2015 yillarda ishlab chiqilgan 18 ta shahar va posyolkaning bosh planlari haligacha tasdiqlanmagan.
Qo'mita rahbariyati bundan 3 yil avval tuman arxitektura faoliyatining takomillashtirish bo'yicha kengashlar tashkil etish, ularning moddiy texnika bazasini mustahkamlash va Damas avtomobillari ajratish bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosi ustidan nazorat ta'minlanmadi. Litsenziyaga ega bo'lgan 850 ta loyihalash tashkilotlarining atiga 147 tasi yoki 17% respublika miqyosida investitsiya dasturlarini amalga oshirishga jalb etilgan. Ochiq tan olishimiz kerak, bizning eng jiddiy kamchiliklarimizdan biri zamonaviy talabga javob beradigan loyiha institutlarining yo'qligi. Ularning moddiy texnika bazasi o'tgan asrning 80-yillari darajasida qolib ketgan. Eng katta fojiamiz mana shu. Hamma yerda nima uchun kamchilik? Loyiha instituti yo'q. Yo'nalishlar bo'yicha umuman yo'q. Ular tomonidan axborot texnologiyalarining zamonaviy ilm-fan, arxitektura va dizayn yutuqlarini qo'llash darajasi haqida gapirmasak ham bo'ladi. Shu sababli hayotning o'zi har bir viloyatda zamonaviy 1-2 ta loyiha institutlarining tashkil etish talab etmoqda. Davlat mablag'lari va resurslarini talon-taroj qilinmoqda. O'tgan yili inspeksiyalar tomonidan pudrat ishlari hajmi 4 milliard 700 million so'mga kamaytirilgan. 24 mingta loyiha ekspertizadan o'tkazilganda ularning narxi 1 trillion 500 milliard so'mga kamaygan. Savol: bunday jiddiy kamchiliklar Zakirov va uning birinchi o'rinbosari To'xtayevlar bilmaydimi? Nima sababdan siz ikkalangiz faqatgina ayrim obyektlar bilan shug'ullanish bilan cheklanib, ko'rsatilgan muammolar ichiga kirish va ularni yechishga umuman e'tibor bermaysiz? Na kadr tayyorlash bor, na loyiha institutlari bor. Qayerga qaramasa eski usul, qayerga qaramasa bir xil. Tibbiyot xodimi ham bir, maktab ham bir. Agar shu maktabga ham, tibbiyot xodimiga ham, institutga ham sizlar qo'l qo'ygan dastur bo'yicha kirsak, 15-30% narxini kamaytirsa bo'ladi. Kerak emas joyga kafil qo'yasizlar. Kerak emas joyga qimmat-qimmat eshiklar qo'yasizlar. Agar shu har bir viloyatda ikkitadan zamonaviy institut tashkil qilmasak, loyiha institutlarini yo'nalishlar bo'yicha ahvolimiz voy bo'ladi. Butun tizimni tubdan qayta tashkil etish bo'yicha 20 kun muddatda aniq takliflar kiritish zarur. 12 ta ijtimoiy va infratuzilma dasturlarini amalda bajarish, shundan 8 ta dastur tasdiqlangan. Yaqin vaqt ichida transport va savdo xizmatini yaxshilash, avtomobil yo'llarini va ichimlik suv ta'minoti tizimini rekonstruksiya qilish bo'yicha hujjatlar to'plamini qayta ishlab chiqib taqdim etish kerak. Kun tartibidagi uy-joy va kommunal xizmat vazirligi tashkil etish masalasi ham turibdi. Ana shu loyihalarni tasdiqlash jarayoni siz tomoningizdan asossiz ravishda cho'zib yuborilmoqda. 4. Respublika hududida salmoqli investitsiyalarning kiritishga doir muammolarga alohida e'tibor qaratish zarur. Shu sababli tajriba loyihasi tariqasida Milliy bank misolida quyidagi tizimning joriy etish bo'yicha taklif kiritaman. Milliy bank investitsiya faoliyatiga o'z mablag'lari bilan birga tashqaridan moliyalashtirish manbalarini jalb etish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish kerak. Bank rahbari Rahimov bugun o'z takliflarini berishi kerak. Bundan tashqari kechiktirib bo'lmaydigan bir qator o'ta muhim vazifalar bor. Ular orasida Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tizimining tubdan qayta tashkil etish, shaharsozlikning eskirgan metodologiya va normativlari, kapital qurilishdagi nomutanosiblik va muammolarning bartaraf etish, shuningdek loyiha institutlarining samarasiz faoliyatini qayta ko'rib chiqish masalalari bor. Ayrim faktlar keltirmoqchiman. Shaharsozlik takomillashtirish bo'yicha bir qator hujjatlar qabul qilingan bo'lsa-da, ularning ko'pchiligi nazoratsiz qolgan. 2012-2015 yillarda ishlab chiqilgan 18 ta shahar va posyolkaning bosh planlari haligacha tasdiqlanmagan. Qo'mita rahbariyati bundan 3 yil avval tuman arxitektura faoliyatining takomillashtirish bo'yicha kengashlar tashkil etish, ularning moddiy texnika bazasini mustahkamlash va Damas avtomobillari ajratish bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosi ustidan nazorat ta'minlanmadi. Litsenziyaga ega bo'lgan 850 ta loyihalash tashkilotlarining atiga 147 tasi yoki 17% respublika kompleks rivojlantirish va infratuzilma faoliyatini tubdan o'zgartirishni ta'minlashdagi jiddiy kamchiliklarni bartaraf etishi talab qilmoqda. Shu sababli Vazirlar Mahkamasi tuzilmasida bosh vazirning birinchi o'rinbosari rahbarlik qilayotgan yangi kompleks va departament tashkil etildi. Ularning bosh vazifasi quyidagi 2 ta yo'nalish bo'yicha barqaror ishlaydigan tizimni tashkil etishdir. Birinchi, tumanlar, shaharlar, viloyat va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi kechiktirib bo'lmaydigan
va istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan hokimlik va tarmoqlarning boshqarish organlarining kuch va harakatining aniq muvofiqlashtirish. Biz shu vaqtgacha shuni qila olmadik. Maqsad iqtisodiyot va ijtimoiy sohadagi eng muhim odamlarning hayot darajasining jiddiy tafovutning bartaraf etishdan iboratdir. Ikkinchi, yo'l transport, muhandislik, kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va modernizatsiya qilish bo'yicha dasturlarning prognoz parametrlarini ishlab chiqish va amalga oshirishning nazorat qilish hamda ularga erishish. Yakuniy maqsad iqtisodiyot tarmoqlari uchun ishonchli infratuzilmani shakllantirish, shahar va qishloq aholi uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish. Ochilboy Jumaniyaz Rahmatovning e'tiborini shaxsan undan va ikkita departamentdan talab etilayotgan quyidagi vazifalarga qarataman. Birinchi, kompleks tarkibiga kiradigan barcha idoralarning samarali faoliyat yuritishini ta'minlash. Palapartish takliflarini berish va shoshma-shoshorlik bilan qarorlar qabul qilish kerak emas. Yaqinda shu sabablarga ko'ra Orolbo'yi muammolarini hal etish bo'yicha kompleks dasturni qaytarishga majbur bo'ldim. Bu kabi xatolarni qaytarishingiz kerak emas. Ikkinchi, 14 ta hududda saylovchilar bilan uchrashuvda yirik muammoli masalalarni hal etishga doir qarorlar loyihalarini ishlab chiqishni yaqin vaqt ichida yakunlash va taqdim etish zarur. Uchinchi, 2017-21 yillarga mo'ljallangan. Ta'kidlash kerakki, bugungi majlisimizga Vazir Ahmedovning tayyorlab kelgan jonsiz hisoboti men o'zim ko'rdim. Hech qanday tanqidga chidamaydi. Bu hisobotda na tahlil, na aniq taklif bor. Aftidan aynan shuning uchun ham Ahmedov, sizning madaniyatning rivojlantirish sohasidagi ishlaringiz asosan yubiley tadbirlarini o'tkazish bilan cheklanib qolyapti. Siz ham, o'rinbosarlaringiz ham vaziyatni tubdan yaxshilashga harakat qilmayapsiz. Navro'zda biz xalq sayli qilamiz. Ana shuni hamma bilsin. Xalq sayli. Biz hozirdan tayyorgarlik qilyapmiz. Har bir rayonda sayl bo'ladi. Bu yil odamlar bilan muloqot yili deb e'lon qildik. Navro'z sayli. Shuning uchun mana hamma rayon hokimlari eshitsin, dalalarda, bog'larda sayl bo'ladi. Toshkentda ham mana shu 11 ta rayonimizda mana yangi bog'lar quryapmiz, biz topshiriq berdik. Saylda qatnashamiz hammamiz. Tamom, odamlar emin, erkin, xolagan bog'iga borsin, yursin, mazza qilsin. Hurmatli majlis ishtirokchilari, hayotning o'zi va o'tgan yillar tajribasi hududlarda